ikkita o'zbek Polshadan Portugaliyagacha bugun bizning 62-kunimizda nimaga sizlarga buni ko'rsataman, qaranglar. Eshikning tagidagini ko'ryapsizlarmi? Men hozir o'sha joydan borib olib keldim. To'g'risi biz hozir ertalab turib 8 kilometrdan keyin magazin bo'ladi. Og'zimiz qurib o'ldi. Shunaqa qarasak mana shu narsa bor ekan, do'stim, nimaga bu? Bu narsa ko'pchilik o'ylashi mumkin, o'g'ri bilan endi boshqa deb. Yo'q, akalar, to'g'ri tushunasizlar. Bu narsa Germaniyadan, Avstriyada pochtalyon, pochta tarqatadi-yu, gazeta tarqatadi yerlarga tashlab ketsa, energetik olishim mumkin. Lekin biz pochtalyon emasmiz. Xudoni o'zi kelsasiz, qanqayapsiz? Egasi ham to'g'ri. Ikkita olib chiqmadim-da, to'g'risi 4 ta olib chiqib oldim. Hech qanaqa reklama emas. Hozir biz Avstriyadan Salzburg shahriga ketyaptik. 8 kilometr, 9 kilometrdan magazin umuman yo'q. Yurib kelib bo'ldik, yana 8 kilometr yurib kelib bo'ldik. Kunni ko'ryapsizlar, issiqligini. Biron bir kishidan uyiga kirib suv so'raydigan bo'lsanglar, hech kim bermaydi. Shuni mashina o'tib ketayotgan joyimizni kirib olib chiqdim. Duxumga qoyilmisiz? Duxingizdan emas endi, gap duxda emas. Lekin bu tekin narsa, akalar, to'g'ri tushuninglar. O'g'irlik qilganimiz yo'q. Pochtalyonlar rozi bo'lishadi.